Mubashshir akaga o'xshagan odamni yana bu millat tarbiyalashi uchun 30-40 yil umr kerak. Yana shunga o'xshagan bir qobiliyatli odam kerak. Men siyosiylashlikka qarshiman. Mubashshir akani qurbon qilishyapti. Qutublashtirishga harakat qilishyapti. Mubashshir akani alohida qutubga olib chiqishyapti atrofidagilar. Siz yaxshilab kuzating, bundan keyingi faoliyatlari siyosiylashgan sari zararga boraveradi. Siyosiylashgan sari zararga boraveradi. Bizga zararga boradi. Mubashshir aka degani biz. Ular atrofidagilar biz emas. Ular atrofidagilar biz emas. Mubashshir domlani Ukraina Rossiya masalasida Azon TVni tasavvuf, fiqh, musulmon ummati kutib turgan diniy tarbiya berish kerak bo'lgan maydonni siyosiy maydonga aylantirib qo'yishning tarafdori emasman. Men o'zbek musulmon millat tarafdoriman. Bizni manfaatimizdan kelib chiqib masalalarga yondashish kerakligi tarafdoriman. Siyosiy qarash bo'lsa, har qanday mana shu masalalarda yuzma-yuz gaplashishga roziman men. Aqli yetadigan odam bo'lsa, kelsin Mubashshir domlani o'sha Azon TVdagi siyosatchilarning hammasi bir tomonga o'tirsin. Men o'tirib gaplashamanda kim tarafligini ko'rsatib qo'yaman. Sizga hozir aytib qo'yay, bu sir, hech kimga aytmang, qulog'ingizga aytaman. Birortasi men bilan ro'baro bu bahsni qila olmaydi. Mubashshir domlani Azon TVni diniy tarbiya berish kerak bo'lgan maydonni siyosiy maydonga aylantirib qo'yishligi tarafdori emasman. Siyosiylashlikka qarshiman. Mubashshir akani qurbon qilishyapti. Lekin Azon TVni siyosiy kanalga aylantirib qo'yishdi. Undan musulmonlarga deyarli foyda yo'q. Oxiri xayri bo'lsin. Siyosiylashgan sari zararga boraveradi. Mubashshir Ahmad hibsga olindi. Joriy yilning 8-may kuni diniy olim va bloger Azon Global axborot tahliliy portali asoschisi Mubashshir Ahmad taxallusi bilan tanilgan Alisher Tursunov Istanbulning Bog'cha-Shehir mavzeidagi uyidan gumonlanuvchi sifatida qo'lga olindi. 8-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudida Mubashshir Ahmad taxallusi bilan tanilgan diniy ulamo Alisher Tursunov ishi yuzasidan so'nggi sud majlisi bo'lib o'tdi. Sudlanuvchi Alisher Tursunov uzil-kesil 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. 3-4 kundan beri gapiryapsizlar, gapiryapmiz, boshqa narsa qilyapmizda. Hamid Sodiq va o'shaning atrofidagi anavi Tashanov va shunga o'xshagan o'zidan muxolifatchi yasab olgan odamlarga aytayapmanki, yo'q, bizni imomlarimizni siyosiy maydonga tortmanglar, o'zingizlar muxolifmisizlar, yuraveringlar. Mubashshir domlani siyosiy maydonga tortyapsizlar, zararni biz ko'rdik. Mubashshir domla sizlarga kerak emas. Sizlarga kerak bo'lsa, u Mubashshir domla bir orqasida bir qancha odamni ergashtirib, hukumatga qarshi bir muxolif bir kuch yasash uchun kerak edi sizlarga. Nima bo'ldi? Mubashshir domlaga muammo bo'ldi. Endi nima bo'ldi? Biz zarar ko'rdik. Chunki Mubashshir domla kitob yozish kerak edi, ta'lim berish kerak edi, xalqni, yoshlarni diniy saviyasini chiroyli qilish kerak edi. U O'zbekiston hukumatiga qarshi emas Mubashshir domla, lekin shunaqa qilib muxolif qilishga harakat qildinglar. Desak, boshlandi endi debatlar boshlandi. Bittasi chiqib olinma deydi, imomlar o'zi deydi, siyosatga tortilgan deydi, siyosiy maydonda deb qo'yadi. Yo bular bizni gapimizni tushunib turib, ataylabdan boshqa tomonga burib, mavzuni chalg'itishga harakat qiladi. Yo haqiqiy ma'noda to'poy odamlar. To'poy, sharqshunoslikni o'qigan bo'lsa ham, filologiyani bitirgan bo'lsa ham tushunmaydi nima jumla haqida ketayotganini. Men imomlarni siyosiy maydonga tortmalaring, ulamolarimizni islom ulamolarini siyosiy maydonga tortmalaring degandagi jumlamning ma'nosi siyosiy muxolif maydonga tortmalaring degan ma'noda. Yo'q, men siyosiy muxolifatga tortmalaring deyapman. Qo'llaringdan kelsa o'zlaring muxolif bo'laring, chiqaring muxolifat, partiya tuzlaring. Hazrat rahimahulloh siyosiy muxolifatga bo'lmadilar-ku Karim davrida. Hazrat shogirdi Mubashshir domla. Tortyapsanlar o'zlaringga, sanlarga yoqqan gapni gapirib berayotgani uchun zo'r domla deyapsanlar. Uni ilmiy saviyasi, xalqqa foydasi, asli nima bilan shug'ullanishi kerakligi sanlarni qiziqtirmaydi. Sanlarni xohlagan gapingni gapirib bergani uchun lider sanlarning nazdingda. Bu noto'g'ri deb 2021da aytgan ekanman. Zarar ko'ramiz. Mubashshir domla biz degan ekanman. Qamaldi mana, hozir zarar bo'ldi. Nima bo'ldi endi? Shuncha shogirdlar nima qiladi? Madrasa nima bo'ladi endi? Sanlarga qiziqi yo'q uni. Qamaldi mana, hozir zarar bo'ldi. Nima bo'ldi endi? Shuncha
shogirdlar nima qiladi, madrasa nima bo'ladi endi? Sallaga qiziqi yo'q.